Assalomu alaykum, Termiz uy savdosi kanali obunachilari. Demak, sizlarga Termiz shahar Salovatga ketishda o'ng qo'lda Guliston mahallasidan 2015-2016 yillar qad ko'targan yangi g'ishtlik uylardan ikkinchi qavatdan umumiy maydoni 58 kvadrat bo'lgan uyimizni sotuv jarayonidamiz. Demak, ikkinchi etaj 3 ta xona to'liq remontdan chiqarilgan, avoylar qilinib qo'yibdi. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Narxini kommentariyada taxmin qilib turamiz. Narxini oxirida aytib o'taman. Demak, bu hozirgi xonamiz detskiy xona. Uyda qo'poruvchi narsalar qoladi, ya'ni konditsioner, boshqa narsalar qoladi. Ba'zi bir jihozlar olib chiqib ketiladi. Yana ham kelishamiz. Demak, hozirgi paytda bankda ham qarzi bor 45 million. Uyni umumiy narxi 290 million so'm deb baholandi. Sraz nomimizga o'tkazib beramiz. Demak, bu konditsionerlar qoladi. Uy to'liq avoydan chiqarilgan. Ko'rib turganingizdek, lokatsiyani tushundingiz. Lokatsiya Mangizar posti orqa tarafida. Yangi 2 qavatli uylarning 2-qavatida. Demak, spalni xonasi, spalni mebellar olib chiqib ketiladi. Mebellar bilan birgalikda. Demak, sanozil birgalikda joylashgan. Uy juda yaxshi saqlangan. Bu sanozil kirmoshlar ham olib chiqib ketiladi. Hujjatlarda hech qanday muammo yo'q. Sraz nomimizga o'tkazib beramiz. Kreditni davom ettirib ketaman degan obunachilar uchun kreditni davom ettirib ketishga ham sotamiz. Demak, bu oshxonasi hisoblanadi. Oshxonasida ko'hna mebellar qilingan, hammasi qoladi. Demak, bog'lanish uchun nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 716 53 78. Tamom.